Sizlarda taksi ham bormi? Aslida bu taksi havo kishilar edi işte. Kirakash Express xizmatingizda. Bas qil Doniyor, hazil vaqti emas. Siz 8 daqiqada maydonda bo'lasiz. Jibril aka, xush kelibsiz mashinamga. Toshkentda ancha bo'lasizmi, a? Bugun sho'rtam bilan o'yinimiz bor. Kech qolmasmikimiz? Nima deyapsiz? Bunga yo'l qo'ymaymiz. Men yaxshi kiyinib turaman, vaqtdan yutish uchun. Harakat qil. Asror qani topchi paxtakorda kim o'ynaydi? Universal mosti bilan ketamizmi? Aylanib o'tamiz. Shahar probka. Gaplarimga ishon, Jibril siz paxtakorda o'ynaydi 9-raqam ostida. Qo'y. Mana buni yo'l deysa bo'ladi. Shu most qurib poplashdi deyapsan. Unaqa tezlikda faqat shamolla ishlasan. Biz hozirgina yangi ma'lumot oldik. Paxtakor jamoasi juda katta pulga mohir o'yinchilardan birini sotib oldi. Anglagan bo'lsangiz, so'z Jibril Sisse haqida boryapti. Universal mostidan oq Nexia o'tib ketdi. 1 minutdan keyin siz oldingizda bo'ladi. Sizni yaxshi tushundim. Menimcha uchardan yor bo'lsa kerak. Bunaqa tezlikda faqat yura oladi. Shogirdni sinab ko'ramizmi? Qo'y endi, javob. Nima deganing? Ish o'rganish kerak-ku. Uka. Labbay usta. Ana radar ko'rvasanmi? O'shani oxirigacha ochib qo'yganmi? Hammasi tushunarli. Ehtiyot bo'l, ishdan chiqib ketma tag'in. Oy. Qoyil derli 313. Ay barakay. Endi bemalol zakar olsang bo'ladi. Mashinangiz tosh yomon emas, voqea Nexia. So'z. Andijonda Perdelka to'plagan. Sekinlash bo'lmasam burilishdan o'tib ketamiz. Mendagi ma'lumotlarga qaraganda kelishuv Paxtakor jamoasiga 60 million yevroga aylangan. Hamma yopiq. Men yer osti yo'lini yaxshi bilaman. Sanda shunaqa gaplarni eshitsam qo'rqib ketaman. Mishmishlarga qaraganda futbol olamining eng yaxshi hujumchilaridan biri Jibril Sisse Paxtakor jamoasiga o'tganmish. Aniqroq ma'lumotni bizga Eldor Mustafoyev yetkazadi. U hozir bevosita Paxtakor stadionida. Ayni daqiqalarda nafaqat o'yinchilar, balki butun stadion ushbu o'yinni sabrsizlik bilan kutishmoqda. O'yin boshlanishiga 3 daqiqa qoldi, lekin Jibril Sissedan haligacha darak yo'q. O'yinga yetib kelarmikan? Muxlislar ushbu yulduzni intizorlik bilan kutishmoqda. Bu sesiymi, kesiymi, menga farqi yo'q. 1 minutdan keyin uchta isharaman. Chali. O'ngga burin. Elmurod, men 2 marta o'ngga qayrildim. O'zi shu yo'lni bilasanmi? Bilganda qandoq, pravaga o'qiganman, imtihonni shu yerda topshirganman, lekin o'ta olmaganman. Bu odatiy hol. Mana 10 yildan beri imtihondan o'ta olmading. O'ta olmaysan ham. Diqqat. Ha, chaling. Balandroq chaling. Yetti 32. Poyga uchun rahmat, suhbat uchun rahmat. Qoyil, televizordan zo'r ko'rinar ekan. Futbolni mashinada o'ynash ma'qulmi? Chetga chiqing bo'lmasam sarv kartochka olasiz. Shularning o'rtasida